Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan doktor Saidov. Bugungi mavzuni shunday deb nomlashga qaror qildim. Gialuronni hamma biladi. Tizza yemirilgan insonlarda ishlatiladigan dori gialuron kislotasi va bu kislota haqida gaplashamiz. Kimga yordam beradi, kimga yordam bermaydi yoki qaysi paytda yordam beradi, qaysi paytda yordam bermaydi. Birinchi o'rinda biz tushunishimiz uchun tizza bo'g'imini oladigan bo'lsak, masalan, birinchi daraja yemirilish bo'ladimi, ikkinchi daraja yemirilish bo'ladi, uchinchi, to'rtinchi daraja yemirilish bo'ladimi? Bu yemirilish, ya'ni bo'g'imni o'sha tog'ay to'qimasini yallig'lanib, uni qontalash bo'lib qolishi. Endi tizza artrozi degan nima yozsanglar, YouTube'ga yozsalaringiz, o'sha tizza artrozining rasmi chiqadi. O'sha rasmda ko'rishlaringiz mumkin, qanaqa holatga kelib qoladi bu artroz degan narsa. Endi bu xalq tili bilan yemirilish deyiladi. Aslida bu noto'g'ri narsa. Bu yemirilish emas, tog'ayni yo'qolishi va suyak to'qimasini ochilib qolishi desak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni bunaqa holatda farqi yo'q. Tizza bo'g'imi bir nechta strukturadan iborat bo'ladi-da. Buni tushunib olishimiz uchun hozir gialuron kislotasi yordam beradimi, yo'qmi, o'shani tushuntirib o'taman. Oldin bitta tizzani tushunib olaylik. Qarang, tizza ikkita suyakka birikadi. Ikkita suyak bir-biriga, ya'ni boldir suyagi, ikkita boldir suyagi, katta mayda boldir suyagi pastdan va son suyagi yuqoridan keladi. Va shu boylam, ya'ni mana shu ikkita suyakni ushlab turadigan boylamlar, svyaskalar, kapsulalar, pardalar, mushaklar, boshqasi hammasi o'sha tizza bo'g'imini tashkil qiladi-da. Shu uchun o'sha bo'g'imni tashkil qilgandan keyin ikkalasini o'rtasida bunday tangaday bo'ladigan oddiy, juda ham oddiy qilib tushuntiryapman. Tangaday bo'ladigan menisk degan narsa bo'ladi. Juda ko'pchilik savol beradi, meniskni davolasa bo'ladimi? Menisk haqida отдельный tema bor. Uni videosini topib ko'rasizlar. Albatta bo'ladi davolasa. Endi o'sha ikkita suyakning orasidagi mana shunday ochiq joy bo'ladi. Zazor deyiladi rus tilida. Bo'shliq bo'ladi. Suyakka tegmagan bo'ladi. Yemirilish boshlangandan keyin buni yuzasidagi tog'ay yo'q bo'lishni boshlanishiga qarab birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi daraja artroz bo'ladi. Ya'ni qanchalik bu masofa bir-biriga suyak yaqinlashib qolgan bo'lsa, orasida joy qolmagan bo'lsa, bu artroz deyiladi. Endi mana shu oralikda turadigan suyuqlik bor, bu oralikda suyuqlik. Tizza kapsulasi ishlab chiqadigan bo'g'imi kapsulasi sinovial suyuqlik deyiladi u narsa. O'sha sinovial suyuqlikni tarkibi biz qo'yadigan o'sha gialuron ukol bo'ladi. Основной. To'g'ri, sinovial suyuqlikning tarkibi boshqa narsalarga ham boy bo'ladi, lekin asosan o'sha gialuron kislotasi bo'ladi tarkibi. Tushunyapsizlar? Uni organizmda o'zi ishlab chiqadi. Ya'ni sizni tizzangiz sog'lom bo'lgan paytda bu narsa ishlab chiqiladi. Lekin vaqti kelib именно artrozlarda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi daraja yemirilgan tizzalarda bu sinovial jidkis kamayib ketadi. O'shan uchun sizni tizzalaringizga yo plazma qo'yishadi o'zingizni nimalaringizdan, qoningizdan olib turib, yo bo'lmasam boshqa usullar bor, boshqa dori preparatlar bor. Shulardan eng mashhuri va eng qimmat turadigan hozir kecha kunduzda bu gialuron kislotasi. Biz shu kislota haqida gaplashamiz. Aytdik buni sizni tizzangizdagi suyuqlikni tarkibiy qismi. Endi bu nima qiladi? Nima uchun bu narsa kerak? Va nima uchun bemorlarga yordam beradi? Artroz bo'lgandan keyin sinovial suyuqlik kamayib ketadi dedik. Bu suyuqlik kamayib ketgandan keyin mana bu yerda bo'g'imingizni yuzasi qontalash bo'lib yotibdi. Ya'ni bu yerda ishqalanish kuchli bo'lganligini hisobidan, ya'ni siz yuryapsiz, bu yerda og'riq bo'lyaptimi? O'shani hisobidan sinovial, ya'ni gialuron kislotasi sizni tizzangizga yuborilgan paytda oddiy qilib, qo'pol qilib aytganda, u ma'lum bir darajada o'sha suyuqlik sizni mana bu qontalash bo'lib qolgan tog'ayingizni parda hosil qiladi. Ya'ni parda hosil qilgandan keyin o'sha ishqalanishni kamaytiradi va shuni hisobidan sizni tizzangiz og'rimaydi, yo bo'lmasa og'riqlaringiz kamayadi. Ko'pchilik savol beradiki, bu narsaga o'rganib qolinadimi, yo'qmi? Yo'q, siz gialuron kislotasiga o'rganib qolmaysiz, lekin sizni tizzangiz o'sha suyuqlikni, sinovial suyuqlikni ishlab chiqmagandan keyin sizga yanada o'sha gialuron kislotasi quyilib turiladi. Sababi
organizm o'sha suyuqlikni, tizzadagi suyuqlikni ishlab chiqmayapti ma'lum bir sabablarga ko'ra. Biz boshqa 3-4 daraja yemirilgan tizzalar degan videomizda aytganmiz, nima uchun u suyuqlik ishlab chiqmaydi. Tizzani bo'g'imini funksiyasini bitta tizza bo'g'imini o'zi qilmaydi. Aytdik-ku, buni ichida boylamlar bor, paylar bor, tomirlar bor, mushaklar bor, fatsiyalar bor. Butun oyoq to'qimangiz, ya'ni butun oyog'ingiz, soningiz, boldiringiz, belingiz va dummalaringiz, chanoq sonlaringiz sog'lom bo'lsa, u suyuqlik ishlab chiqiladi. Agar siz tizza bo'g'imini o'zini 10 ta gialuron qo'yib ham davolab yursangiz, agar muammo, ya'ni sinovial suyuqlikni ishlab chiqmasligi, artrozning kuchayib ketishi sababi yuqorida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni belda, chanoq sonda, sonlaringizni go'sht yoki fatsiya yoki innervatsiyasida muammolar bo'layotgan bo'lsa, yo'qmasa boldirda muammo bo'layotgan bo'lsa, afsuski siz boyagi biz oldin ham aytganmiz, 10 ta gialuron qo'ysangiz ham bu tizza tuzalmaydi. Ya'ni bu birinchi daraja bo'lsa ham, ikkinchi daraja bo'lsa ham. Endi shu o'rinda bitta narsani tushuntirib ketmoqchiman. Agar bu narsani siz tizzani davolashni bitta gialuronga qaratib qo'ymasdan, ya'ni bo'g'imni o'ziga qaratib qo'ymasdan, agar siz tanani umumiy sog'lomlashtirishga qaratsangiz, turmush tarzingizni o'zgartirsangiz, qanday yashab turgan bo'lsangiz, shu yashashlaringizni boshqacha tarzda sog'lom yashashga o'rgatsangiz, ma'lum bir upражнение fizkulturalarni qilib yursangiz va siz o'zingizni lecheniyangizni, yo'qmasa sizni vrachingiz sizni lecheniyangizni bitta tizza bilan bog'lab qo'ymasdan butun telekom organizmni davolatsangiz, bu tizza agar birinchi, ikkinchi daraja bo'lsa, o'sha joyda tuzalish prosessi 100% bo'ladi. Agar bu 3-4 daraja yemirilib ketgan tizza bo'lsa, yuqorida aytilgan lecheniyalarni qilsa, o'rtacha 70%, endi 80 deb ayta olmayman, 60-70% holatlarda endoprotez qo'yilmaydi o'sha tizzaga. Tushundinglar? Endoprotez operatsiyasida, ya'ni o'sha bo'g'imni almashtirish operatsiyasi sizni qutqarib qoladi. O'rtoqlar, gialuron haqida ma'lumot mana shu. Endi bitta savollar bor. 3-4 darajada ham yordam beradimi? Biz qiladigan taktika lecheniyada 3 bo'ladimi, 4 bo'ladimi, 1 bo'ladimi, 2 bo'ladimi, 100% gialuron kislotasi yordam beradi. Endi buni vrachlarimiz o'zini praktikasida sinab ko'rganmi, yo bo'lmasa internet tarmoqlaridan bir narsaga suyanib gapiriladimi, yo'qmi? Kimdir bu narsaga qarshi yordam bermaydi deb oddiy xalqni sarson qilayotibdi. Kimdir bu narsa yordam beradi deb battar uni reklama qilayotibdi. Men shunday fikr aytaman sizga. Men o'zimni praktikamda kelib chiqqan holatda ishlataman. Agar sizda 1, 2, 3, 4 daraja tizza yemirishi bilan keldingizmi, qo'shimcha kasalliklaringiz bormi, yuqorilarda muammo bormi, belingizda, chanoq soningizda boshqa strukturada muammo bormi, ularni bartaraf etmasdan gialuron bilan davolasak bir tiyinga qimmat yordam bo'lmaydi. Agar hamma problemani bartaraf etib, undan keyin gialuron bilan ishlasangiz 100% yordam beradi. Mana shunaqa javob. O'rtoqlar, bu videoda sizlarga muhim bir yangilikni aytmoqchiman. Endilikda Dr. Saidov metodikasi bo'yicha lecheniya qilish, bu 12 ta viloyatda sog'lomlashtirish tabobat markazlarini ochish plan qilyapmiz, xudo xohlasa. Bilasizlar, Dr. Saidov metodikasida biz bo'yin og'riqlari, bel og'riqlari, umurtqa pog'onasi bilan bog'liq bo'lgan tanani og'riqlari va tizza yemirilishlari asosiy yo'nalishimiz shunga qaratilgan bez operatsiya usulida davolaymiz. Bu bemorga nima beradi? Birinchi navbatda endilikda agar bu filiallarimizda lecheniya qilishni yo'lga qo'ysak, bemorga 3 baravar arzonlashtirilgan lecheniya bo'ladi. Undan keyin bemor sarson bo'lib Samarqandga kelish kerak bo'lmaydi. Tabiiyki 12 ta viloyatda birdaniga biz filiallarimizni ochish imkoniyati yo'q. Qaysi viloyatda birinchi o'rinda jamoa va arendaga joy aniq bo'lsa, albatta o'sha viloyatda ochamiz. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda arendaga joy kerak. Ya'ni poliklinikaga, klinikaga mos
iloji boricha birinchi qavatda joyi bor aka-ukalarimizni hamkorlikka taklif qilamiz. Ikkinchi o'rinda bizga medsestra, medbrat, ya'ni massajistlarimiz, opiti bor, hech qanaqa opitsiz bo'lmaydi, opiti bor aka-ukalarimizni ishga taklif qilamiz. Albatta oyliklari sizni qoniqtiradi. Doktor Saidov metodikasini albatta sizni opitingizga ishongan holda biz o'zimiz o'rgatamiz bu narsani. Kimda shu talablarga javob beradigan joy bo'lsa, kim mutaxassis bo'lsa yo kimdir o'sha komandani yig'a oladigan darajadagi mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, videoni pastida hamkorlik degan tugmasi bor. O'sha tugmaga bosib anketa to'ldiramiz. Biz va komandamiz albatta shu insonga bog'lanamiz. Shunday insonlarda agar siz mana kadr ortida ko'rib turganlar taniydigan bo'lsangiz, mana bu videoni o'sha insonlarga yuborib qo'yamiz. Bu siz tomonidan o'sha sizni viloyatingizda filial ochishimizga yordam bo'ladi.